Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 105-mo'jiza. Bir parcha go'sht toshga aylanishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ummu Salama oldiga kelgan bir miskin kishi haqida bergan xabarlari va Ummu Salamaning vafotigacha bir bo'lak go'shtning tosh holida qolishi. Jariri ba'zi shayxlaridan roziyallohu anhum rivoyat qiladi. Ummu Salamaga bir parcha qaynatilgan go'sht bergan edim. Uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun olib qo'ydi. Shu vaqtda eshigi oldida bir tilanchi kelib turganini ko'rdi. Ammo unga go'shtdan bermadi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib, tayyorlagan narsangni olib kel dedilar. Ummu Salama olib qo'ygan narsani keltirib qo'ygan edi. Go'shtning bir parcha talqon tuyadigan toshga aylanib qolganini ko'rdi. Ummu Salama, bizlar Allohga qaytguvchimiz. U zotning o'ziga qasam. Bu go'sht edi. Uni menga falonchining onasi bergandi dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam, senga mabodo tilanchi yo'liqmagan edimi deb so'radilar. U, ha, yo'liqqan edi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizlar bundan hikmat olinglar dedilar. Ummu Salama roziyallohu anha o'sha tosh bilan vafot etgunicha talqon tuyib yurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 106-mo'jiza. Miqdodning dinorlaridagi ulkan baraka. Zuboa binti Zubayr roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Zuboa binti Zubayr roziyallohu anha Miqdodning nikohida edi. U aytadi: odamlar ochlikdan qazoyi hojatlari uchun har 2-3 kunda borishar va tuyalar hojatidek hojat ushatishar edi. Kunlarning birida Miqdod ham hojat uchun chiqdi va Baqidagi daraxtzorga borib, bir xaroba joyga o'tirdi. Shu vaqtda yumron qoziq inidan 1 dinor olib chiqdi. Dinorlar 17 ga yetgunicha olib chiqaverdi. Miqdod u yerdan chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib voqeani aytdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam, sen qo'lingni uning iniga uzatdingmi dedilar. Miqdod, sizni haq payg'ambar qilib yuborgan zotga qasam, uzatmadim dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, senga sadaqa lozim bo'lmaydi. Dinorlaringga Alloh baraka bersin dedilar. Zuboa binti Zubayr roziyallohu anha, dinorlarning hech oxiri ko'rinmadi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 107-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib yuborilgan kunda but sanamlarning yerga qulab tushishi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan kunlarida barcha sanamlar yerga qulab tushdi dedi. Barcha shaytonlar iblisning oldiga keldi. Shaytonlar iblisga, yerda nima bo'ldi, barcha sanamlar yerga qulab tushdi deyishdi. Iblis ularga, bu nubuvvat, yerga payg'ambar yuborildi. Uni qishloqlardan axtaringlar dedi. Shaytonlar axtarib topolmaganlarini aytishdi. Shundan so'ng iblisning o'zi axtara boshlagan edi. Unga Makka atrofidan qidirishi nido qilindi. Iblis axtarib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Makka da ko'rdi. U kishi bilan birga Jabroil alayhissalom borligini aytdi va endi nima qilamiz deb so'radi. Shaytonlar uning ashablariga dunyo shahvatlarini ziynatlab ko'rsatamiz va dunyoga bo'lgan muhabbatini oshiramiz deyishdi. Iblis unday qilsalaring hech narsa bo'lmaydi dedi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 108-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nubuvvat kelgandan keyin jinlarning Qur'oni Karimni eshitishga kelishi. Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Jinlar qabilalarining har birining eshitib o'tiradigan joylari bor edi. Agar vahiy tushsa, farishtalar Safoga temirni tashlab yuborganingda chiqadigan tovushdek tovush eshitardi. Farishtalar buni eshitgan vaqtda toki yerga nozil bo'lguniga qadar boshlarini sajdadan ko'tarmasdilar. Vahiy nozil bo'lgach, ular bir-birlaridan Robbingiz nima dedi deb so'rashardi. Va agar aytilgan narsa osmonda bo'ladigan ish bo'lsa, bu haq, u ulug' va oliy zot deyishar. Agar g'ayb, o'lim va shunga o'xshash yerda bo'ladigan ish bo'lsa, ular haqida gapirib, shunday bo'ladi deyishardi. Buni shaytonlar eshitib, do'stlari oldiga olib tushishardi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlaridan so'ng yulduzlar bilan quvildilar. Buni eng avval saqifliklar bilishdi. Ularning qo'ylari ko'pi har kuni bir qo'y, tuyalari ko'pi har kuni bir tuya qurbonlik qilishar edi. Odamlar o'z mollari haqida shoshib qolishdi va ba'zilariga qarab, agar sizlar yulduzlardan hidoyat topgan bo'lsanglar, bunday qilmanglar. Agar unday bo'lmasa, bu o'tib ketadigan narsa. Yulduzlarga qaranglar. Ulardan hamisha to'g'rilik topiladi, deb aytishdi. Alloh taolo jinlarni yubordi va ular Qur'oni Karimni eshitishdi. Jinlar Qur'on eshitishga kelganlarda, eshitinglar, shaytonlar iblisning oldiga xabar berishga ketdi deyishdi. Iblis shaytonlarga yer yuzida shunday hodisalar bo'ldi. Yerning har bir joydan menga tuproq keltiringlar dedi. Unga Tixoma vodiysidan tuproq keltirishdi. Tuproqni olib hidlab, bu yangi hodisa dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 109-mo'jiza. Allohga qasam, bular farishtalar. Ibn Abbosning mavlosi Ikrima roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mavlosi Abu Rofi bunday deydi. Badr jangida o'lganlar haqida xabar keltirildi. Odamlar, mana Abu Sufyon ibn Haris ibn Abdul Muttalib keldi deyishdi. Abu Lahab, oldimga kel ey birodarimning o'g'li, qanday xabarlar bor dedi. Abu Sufyon uning yoniga o'tirdi va qolganlar atroflarida tik turishdi. Abu Lahab, menga xabar ber, insonlar ahvoli nima bo'ldi deb so'radi. Abu Sufyon, Allohga qasam, hech narsa. Qavmga duch keldik. Ularga yelkalarimizni tutib berdik. Bizlarni xohlaganlaricha o'ldirib, xohlaganlaricha asir olishdi. Bulardan tashqari osmon va yer o'rtasida ot minib olgan oq yuzli kishilar paydo bo'ldi. Ularga hech kim bas kela olmadi. Ular ham hech kimni qoldirishmadi dedi. Abu Rofi aytdi: Men chodirning pardasini ko'tardim va Allohga qasam, bu farishtalar dedim.